كوت كوت harap tez bir qadam yollandı. Sizlar xizmatda odatda mana bunday boshliq uchrab qolganmi? Bu boshliq odat sizlarni qat'iy amalsiz chorasiz qo'yadi. Masalan, bunday boshliq. Bunday boshliqlar odatda qo'l ostidagi xizmatchilarni gangritib qo'yishni intayin yaxshi ko'rdi. Adila vaqtimda faoliyat planida men bir nusxa chiqib beraman. Ha? Boshliq, men shirkatda moliya xodimi. Nima demoqchisiz? Ha? Adila bu PPT ni menga ishlab bergan bo'lsiz bo'pti. Ha, boshliq, men u PPT larni ishlashga mas'ul emas. Ammo o'g'lim, qandoq odam qabul qilish bo'p bir PPT ni ishlashni bilmaysiz? Ha? Adila bu to'xtamni siz menga yozib bering. Boshliq, bu turga men mas'ul emas. Ha? U turga qadi mas'ul. Ha? Yana bunday boshliqlarmi bor? Balkim siz uchirtib qolgan-ku deyman. Boshliqning vaqt qarashi bilan sizning vaqt qarashingiz birdek emas. Masalan, Adila bu hujjatni menga hatto oxirdan burun topshirib bering. Sizning demoqchi bo'lganingizda hatto oxirdan burun deganimiz o'sha hatto oxir nechishdan burun bo'ladi. Bunday bo'lsa men yakshanba kunigacha topshirasam bo'lgan-ku. Amaliyotda bu yerda boshliqning da'vatdan hatto oxirdan burun degani bo'lsa, xizmat vaqtiga 5 kundan ichidagi eng oxirgi payshanba kuni, ya'ni juma kundan burun topshirish kerak. Juma kundan burun degani, demak payshanba kuni kechda topshirib qo'yishingiz kerak. Yana bunda ishlarmi bor? Siz bu anzirni eng tez bo'lgan qachon topshira olasiz? Sizga qachon lozim? O'zingiz qachon topshira olasiz? Tezda topshirib berman. Tez degan qanchalik tez? Hozirlama. Unda bo'lsa ati bo'lsin. Ati? Ay shunday oddiy narsani atiga so'ramsiz? Bugun ishdan tushdim, burun cho'qim topshirib beramizmi? Ha, bo'ladi boshliq. Bugun topshirib sizga bo'ladi, undan qachon nima? Nima dedingiz? Ha, ishni bilmadim. Bo'ldi, ishdan tushdim, burun topshirib beray. Yana bunda boshliqlar bor. Ular azalda qaysi xizmatchining o'ziga xushamat qilayotganligini qat'iy bilmaydi. Bugun boshliq men kiygan kiyimimiz ajab yarashibdi. Ha, men shunday qarab qo'ylagan. Ha, boshliq o'sha 2 kun oldida degan yiliq planingizni esingizmi? Osh planingizni men qo'llayman. Ha, shundaqmi? Men shunday qarab qo'ylagan. Nimishqa bizning boshliq qaysi xizmatchining o'ziga shunchalik xushamatchilik qilayotganligini bilmaydigandir. Yana tegib shu xushamatchilik qilgan taksikachilarga shunchalik amroq. Masalan, yig'in ichayotganda. Ha, ko'pchilik nima bo'lsa zamonda kes qo'shni so'zlab beraman. Menimcha shu ko'k rang bilan qora rangni moslashtirsa bekrak yaxshi bo'larmidi. Ha. Yanchi. Menimcha shu ranglarda sal masala bor. Biz shu ko'k rang bilan qora rangni moslashtirsak bekrak yaxshi bo'larmidi. Ha? To'g'ri. Sizning aytganingizning o'zi asosi bor. Nima ish degan bo'lmasa? Nima dedingiz? Ha? Ha, yo'q. Uni deganlar to'g'ri. Asosi bor gaplar. Yana bunday boshliqlar bor. Davomli o'zining ideyasini boshqalarga zo'rlab tanitadigan. Masalan, biz madaniyatchilik bo'lganligimiz uchun eng avval madaniyatni asos qilishimiz kerak. Bo'ldi boshliq. Aslan bunday o'zgardi. Hozir savdo davri shunaqa, shunga biz eng avval xaridorlarimizni asos o'rin qo'yishimiz kerak. Ma'qul boshliq. Ondan yana bunday deydi. Biz madaniyatni asos qilib, xaridorlarni oldinga o'rin qo'yib, xaridorlarni asos qilamiz. Ha? Biz zot qaysini asos qilamiz? Yana bunday boshliqlar bor. Xizmat vaqti ichib pishib qoladigan. Tamam, oxir vaqtda sizning vaqtingizni olgan. Ha, unda bo'lsa bu hayot oxirida o'rlashtirishingiz bormi yo'qmi? Bo'lmasa men bilan tam bozorchilarsizlar? Bog'im yo'q deyman. Voy, mening bog'im yo'q. Haras boshliq o kuni mening opam kelmaychi bo'lganman, opamga oldingizga chiqmay deb qo'yib ketganman. Voy, sizga boshliqmi yoki opangizmi? Ha? Ha, boshliq opasi kelgan bo'lsa bormisan? Vaqtni o'zgartiraylikmi ya? Haras boshliq ashaqlarga oliya to'g'ri deydi. Sizlar yoshlar pek yaramas. Ay, bir boshliqlar bilan bozorchilar qilsam nima bo'pti? Sizlar boshliq uchrab qolganmi? Uchratmagan kichik do'stlar xizmatga chiqqan vaqtda sizlar cho'qimishda boshqa chiqib uchraysizlar. Ha? Men shuni qarab o'ynagan. O'ynagan emas, o'ynagan. Qadi! Zo'r deyib che. Qo'shimcha chiqib. Churi. Coffee.